Puli yengilroq Cobalt so'raganlarga yana bitta chiqdi mana Andijon avtomobil bozorida. Xo'p. Ko'pchilik puli yengil Cobalt so'rayapti, chiqaryapmiz. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, o'tib yormaysizlar. Shunaqa qiziqarli mashinalar. Mashina 3-paysi 237 mi yurgan. ABS konditsioner metan pokeleniyasi bor. 4-pokeleniya metan. Motor ходовой коробkalar hamma yo'q. Diskga qo'yilgan, balonlari yaxshi. Shumka qilinganmi? Shumka qilingan. Gazi temir metan. Xo'p. Kraskasi qanaqa edi? 30% bor. Suvagi butunmi ichiga o'tmagan? Ichiga o'tmagan mashina. Xo'p, narxi-chi? Narxi 6,5 ming. 6,5 ming dollar kelishiladi. Hujjatlari keyin bo'ladi deyapsiz. Hamma yo'q chiqadi aka. Mashinaga barter bormi? Barter bor aka. Bo'ldi. Barter yoki naqd pul? Naqd pul. Nomeringiz? 99 99 383 383 1771. 1771 raqamlariga murojaat qilasizlar.